Shunaqa o'yin qaromushlar sevaman deb chayir qaragan gap yo'q. Do'stlar, biz sizni ajoyib bir hovlini video obzoriga taklif qilamiz. Bu hovlimiz 3 sotuvdan iborat. Biz shu hovlining naq o'rtasida turibmiz. O'ng tomonda yangi qurilgan hovli qismi ko'rishingiz mumkin. Hozir obzorda ko'rsatib o'tamiz. Chap tomonda esa eski hovli qismi, ya'ni u yerda 5 ta xonasi bor, spalni, kuxni hammasi, sanuzli hammasi joylashgan va oldi tomonda oldi qismida ikkita avtoturargoh joy bor. Ya'ni bu yerdan ham kirish qismi qilsangiz bo'ladi. Bu hovlini ajoyib bir xislati, sotib olgan odam masalan aka-uka yoki do'stlar shu yerda o'rtani ikkiga bo'lib ikkita hovli alohida ko'tarsa bo'ladi. Hozir sizga yangi qismini video obzorini ko'rsatamiz. Qani ketdik. Do'stlar, biz orqa qismdagi, ya'ni yangi hovli qismidamiz. Bu yer o'sha mahalladan kiruvchi qismi. Bu yer esa kladovka qilingan, alohida narsalar yig'ib qo'yasiz. Naves bor, bemalol narsalarni qo'ysangiz bo'ladi. Yo'liklari keng, yoritishlari hammasi yaxshi. Wi-Fi deysizmi, kamera naблюдения deysizmi, hammasi o'rnatilgan. Ana endi uyga taklif qilamiz. Uyga fayzligini tomosha qiling. Ayniqsa hoji aka, hoji onalarga juda ham yoqib tushadigan uy. Mana ko'rib turganingiz kirish qismida Ka'ba. Alloh nasib qilsa hammamizdan shu joylarga ziyoratga borishlikni. Bu yer TV zona, akvarium deysizmi, televizor hammasi o'rnatilgan. Eng qizig'i mana shunaqa chiroyli ochib ko'rsating. Panoramni vid qarang, mana kichkina bo'lsa ham lekin fayzli bog'i mazza qilib tomosha qilib dam olsangiz bo'ladi. Bu yer esa ota-ona uchun maxsus tayyorlangan yotoqxona. Mana hamma sharoiti bor. Oyna bor, yorug'lik kiradi. Mana bu yer esa sanusi birlashtirilgan shaklida katta, kichkina emas, keng va qulay. Do'stlar, ana endi sizga asosiy ma'lumotni berib o'tamiz. Bu 3 sotuvli hovlimizni Рабочий городокda joylashgan Sazanchik restoran Alentir ko'chani nomiga keladigan bo'lsa, Soyibxo'jayev ko'chasi. Hovli 2 qismdan iborat desa ham bo'ladi, ikkita tomondan kirsangiz ham bo'ladi. Yangi qurilishi juda ham qulay. So'rayotgan narxi keladigan bo'lsa 250 ming so'rayapti, lekin hojiga kelib savdolashingiz bo'ladi. O'zim do'stim, xonadoni. Pastdagi raqamlarga telefon qiling va orada like bosib obuna bo'lishni ham unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.